Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 15-apreldan 18-aprel kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida 15-17-aprel kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 18-aprel kuni esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 15-17-aprel kunlari ba'zi joylarda shamolning tezligi 15-20 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 15-17-aprel kunlari 8-13 daraja iliq, 18-aprel kuni esa 6-11 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 15-aprel kuni 17-22 daraja iliq, 16-aprel kuni esa 13-18 darajani tashkil etadi. 17-aprelga kelib 15-20 darajagacha ko'tarilgan bo'lsa, 18-aprel kuni 20-25 darajani tashkil etadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 15-aprel kuni 12-17 daraja iliq, 16 hamda 18-aprel kunlari esa 6-11 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 15-aprel kuni 15-20 daraja iliq, 16 hamda 17-aprel kunlari esa 13-18 darajani tashkil etadi. 18-aprel kuni esa 17-22 darajani tashkil etadi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. 15-17-aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 16-18-aprel kunlari esa ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol o'zgaruvchan bo'ladi. G'arbdan sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 15-20 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 15-aprel kuni 12-17 daraja iliq, 16-18-aprel kunlari esa 6-11 darajani tashkil etadi. Kunduz kunlari 15-aprel kuni 22-27 darajagacha ko'tariladi. 16-17-aprel kunlari esa 13-18 darajani tashkil etadi. 18-aprel kuni 17-22 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.